Ha, bo'ldi, qabul qildingiz. Hozir. Buni qanday oldiga qiladi endi? Hech qisi yo'q. Ha, aylantirib bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Sizni texnikalaringiz mana menga 100%. Mana. Qo'lda hamma o'zim magazin ochdim. Mashalloh, juda ham zo'r. Xo'jayinimlar ishga chiqdilar. Ishlarimiz yaxshi, kreditlarimiz zo'r to'lab oldik. Allohga ming marta shukr. Hammasi 100% natija berar ekan, faqat ixlos qilib hamma narsani qilish kerak ekan o'rnida. Xo'p, qarang. Juda xursandman. Shunda bizani qaysi amaliyotlarimizni bajardingiz va qachondan boshladingiz? O'zi qachondan kuzatyapsiz bizni? Men sizni anchadan beri kuzataman. Har bitta orada yozdim sizga. Men hamma mas'uliyatni bo'ynimga olaman, ustoz nima qilay dedim. O'shanda siz videolarimni ko'ring dedingiz. Videolaringizni ko'rdim. Haqiqatan men ayol kishi o'zim hamma narsani mas'uliyatni bo'ynimga olib, xo'jayinimga yo'l ochmayotgan ekanman. Yo'llari to'silib qolgan ekan. Men mas'uliyatni olganim uchun shuni anglab yetdim. Men tek qo'yib qo'ydim. O'zim, xo'jayinim mana o'zlari hamma texnikalarni qilib ko'rdim. Fotihalarni o'qidim, suvga dam urib ham ichkizdim, o'zim ham ichdim. Juda ham zo'r natija bo'ldi. Hozir mana xo'jayinim ishlayaptilar, men o'zim magazinimni ochdim, kichkina bo'lsa ham. Juda ham yaxshi. Endi mana shu yerdagi o'quvchilarga, mana Instagramimizdagi tekin amaliyotlardan shunaqa zo'r natijaga chiqdingiz. Mana shu yerda Instagramda, YouTube'da sizni ko'rib, tinglab o'tirganlarga qanaqa tavsiya berasiz texnikalar bo'yicha? Buni o'qib, siz videoda qo'yganlaringiz hammasini o'qib, izlanib, hammasini o'rnida, vaqtida bajarib qilsa, natija zo'r bo'ladi. Menda 100% natija bo'ldi. Mana aldov yo'q, masalan. Hamma narsa. Men bir oyda tinimsiz Fotihani o'qib yurdim, istig'forda o'qib yurdim. Hamma amaliyotlarni eshitdim. Xo'jayinimga nisbatan men hali erkaklik energiyasini o'zimga olgan ekanman. Ayollik energiyasiga o'tib, xo'jayinim mana o'zlarini ishlarini topib ketdilar. Ishlari zo'r bo'lyapti, Allohga shukr. Hammasi zo'r bo'lyapti. Odam o'zini yomon yashashi ham, yaxshi yashashi ham odamni o'ziga bog'liq ekan, o'zini fikriga, miyasiga bog'liq ekan. Men shuni deb o'yladim. Juda ham zo'r. Men tabriklayman. Mana shu natijalaringizni shu yerda bo'lishganingiz bilan rahmat, mard bo'lib chiqqaningiz uchun ham rahmat. Xudo xolasa bu birgina sizni natijangizni bo'lishingiz boshqa insonlarga ham katta motivatsiya beradi. Nimaga? Chunki bizani insonlarga, bizani o'sha o'zbek mentalitetidagi xalqimizga natija kerakda, isbot kerak. Mana shu isbotni agarda kimda kim ko'rsatib bersa, undan keyin ularda ham ishonch paydo bo'ladi. Sizni birgina mana shu natijangiz hozir mana shu yerda 120 dan ziyod o'quvchini hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin, xudo xolasa. Kattakon rahmat bo'lishganingiz bilan. Xudo xolasa eng kichigi mana shu bo'lsin. Keyingilari katta natijalarda yana mana shuni bo'lishib, xalq oldida chiqish nasib qilsin. Yana yaxshi zo'r natijalar beradi. Xudo xolasa texnikalaringizni bering yana. Xudo xolasa salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Mana o'rtoqlar, qaranglar, qanaqa zo'r natijalar.